Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlar bilan olovda yonmagan payg'ambar haqidagi hikoyani birga tinglaymiz. Hazrati Ibrohim alayhissalom o'z qavmini haq dinga chaqirdi. Biroq ular payg'ambarga itoat etishmadi. Aksincha, o'zlarining johilliklarida davom etdi. Foydasi ham, zarari ham bo'lmagan jonsiz butlarga sig'inishda davom etdi. Ibrohim alayhissalom qavmining bunday ishidan afsus qilib, ularga qarata, aql yuritmaysizlarmi? Bu jonsiz narsalarning nimasiga sig'inyapsiz, dedi. Ammo ular o'z johilliklarini tan olishmas edi. Toshlardan yasab olgan xudolariga sig'inishni to'xtatishmasdi. Bir kuni butlarga atab jonliqlar so'yib, go'shtini pishirib, xudolarining oldiga qo'yib, o'zlari o'yin-kulgi qilish maqsadida shahar maydoniga chiqib ketishdi. Bu paytda Ibrohim alayhissalom ularning butlarning hammasini sindirib, bitta katta xudosini qoldirdilar. Ular o'yin-kulgu qilib, qorni ochgach, butlarning oldiga qo'ygan taomlarini tabarruk qilib yeyish uchun qaytib kelishsa, bitta katta butdan boshqa barcha butlar singan edi. Tezda Ibrohim alayhissalomning huzuriga chopib kelishdi va "Bu ishni sen qilgansan" deya darg'azab bo'lishdi. Ibrohim alayhissalom xotirjamlik bilan "Yo'q, bu ishni men emas, o'sha butun qolgan katta xudolaringiz qildi. Ishonmasanglar, uning o'zidan so'rab ko'ringlarchi, aytib beradi", dedilar. Ibrohim alayhissalom bu so'zlarni fikrlamaydigan qavmni birozgina fikrlashlari uchun aytgan edilar. Ular muzdar bo'lib, hech narsa deya olmay ortlariga qaytib ketishdi. Ammo o'z qaysarliklarida davom etdi va Ibrohim payg'ambarni o'tda kuydirib, undan butunlay qutulishni reja qilishdi. Yaxshi bolajonlar, hikoyamizni shu yerga kelganda to'xtatib turamiz. Inshaalloh davomini keyingi dasturlarda tinglashingiz mumkin.